Hammaga assalomu alaykum. GM Azilka E83 loaderimiz video qilmoqchi edim. Qo'lim tegmay turibdi. Mana hozir video qilamiz. Real mashinalangan. Adapter tanlaymiz. Mana pasportlarni ko'rsatadi. Identifikatorlar polni и odometr ko'rsatadi. Xo'p, endi chitena qilamiz. Start knopkasini bosganingizdan keyin so'raydi, polni ko'chiraymi yo faqat ipronmi deydi. Biz polni deymiz. Okey qilamiz. Mana ko'chirishni boshladi. Full flash ko'chiradi. To'liq ko'chirib boshqa mashinaga yozsangiz ham bo'laveradi. Kalit hamma narsasi o'zida bo'laveradi. Hech qanaqa nima qilish shart emas. Birga bir ishlayveradi. Keyin ko'chirish vaqti ham 2 minut, 2,5 minut vaqt oladi. Bu uncha ko'p holat vaqt olmaydi. Ko'chirib bo'lgandan keyin saqlanib qilib, o'zgartirishlar qilib yoki o'zini o'zgartirib yozadigan bo'lsak, zapis knopkasini bosamiz, faylni tanlaymiz. Men просто ko'rsatmayman, polni to'liq video cho'zilib ketadi. Zapis knopkasini bosib, faylni tanlaganimizdan keyin kalibrovka yozaymi yoki fullmi deydi. Kalibrovkani kerak bo'lsa kalibrovkani tanlaysizlar, full kerak bo'lsa fullni tanlaysizlar. Undan tashqari mana bu yerda winni o'zgartirish funksiyasi ham bor programmada. Mabodo qulflangan bo'lsa, parol orqali kirish imkoniyati ham bor. Parol bu yerga yozilsa, parol orqali ulanadi. Shu mana hozir где-то 1 minut vaqt o'tdi. Juda yaqin ko'chirib bo'ldi Cobol programmasini. Ko'chirishni saqlanib qilib ko'rsataman. Где-то 2 minut plus-minus vaqt ketadi. To'liq ko'chirib olish uchun. Mana yaqin ko'chirib bo'ldi. Men videoni uzmadim spesialni. Mana ko'chirib bo'ldi. Endi bu yerga yozamiz. Cobalt full flash и mashina nomeri bilan yozib qo'yamiz. 986 Rabo stol tanlab saqlanib qildi. Bo'ldi. Saqlanib bo'ldi. Endi zapisda ham xuddi shu holatda zapis bosamiz. Tanlaymiz. Men hozir ko'rsatish uchun o'zidan chitana qilganini ko'rsataman. Mana. Zapis mana. Programmami yoki kalibrovkami? Kalibrovkani o'zi bo'lsa kalibrovkani tanlaymiz. Agar ipron kerak bo'lsa ipron tanlaymiz. Bizda hozir kalibrovkani o'zi yetarli. Okey, mana ketdi. Kalibrovka yozyapti. Kalibrovka juda ham tez yozadi. Hech qancha vaqt ketmaydi. Endi 1 minutga yetib yetmasdan to'liq kalibrovkani yozib bo'ladi. Programma ishlash prinsipi shunaqa. Oddiy juda ham. Qulay qilib yaratilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu yozib bo'lgani. Xudo xolasa. Programma kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. To'liq yozib bo'ldi.